Bugun biz sizlar bilan Pips, Risk Reward va daromadni o'lchash usullarini, turlarini ko'rib chiqamiz. Bilamiz hammamiz Instagram yoki qaysidir boshqa ijtimoiy tarmoqlarda har xil odamlarni yoki qaysidir akkauntlarni ko'rganmiz. To'shtovlar bizga har xil summalarni maqtanishadi, qanchadir ishlashganlarini, yana qolganlarini. Lekin yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, ular haqiqatan ham qilishyaptimi yoki ular yolg'onchilar, moshenniklarmi bilishimiz kerak bo'ladi. Har kuni daromadda bo'lishi ehtimol juda ham kam. Agar sizga kimdir katta ehtimol bilan biz shunaqa sizga kafolat beramiz, har kuni bitta summada ishlaysiz yoki haftada shuncha daromad, haftada shuncha sizga foiz qo'shamiz deydigan bo'lsa, ular bilan hech qachon shartnoma tuzmanglar, ularga pul jo'natmanglar. Ular hammasi katta ehtimol bilan moshennik, yolg'onchi, laxatronlar hisoblanadi. Ular bilan ishlamagan ma'qul. Professionallar o'zlarini daromadlarini pips yoki punktda ko'rsatishmaydi. Nega? Chunki ular shundoq ham professionallar ular sizlarga maqtanishi, ko'rsatish shart emas va yana e'tiborli bo'linglar, yaxshi pul topadigan odam, endi yaxshi sohada professional odam o'zidan o'zi sizlarga yozmaydi oldindan. Man sizga shuncha o'rgataman, shunaqa daromadda ishlaymiz, shuncha ishlash taklif qilaman deb hech qaysi biri o'zi oldindan sizga aloqaga chiqmaydi. Foyda yoki zararni hisoblashni ko'ramiz. P&L, Profit and Loss, P&L ham bo'ladi, foyda va zarar bo'lib aytiladi. Foyda va zararni aniqlash asosiy 4 usuli mavjud. Ulardan birinchisi pul ko'rinishida. Ya'ni aniq bir summa ko'rinishida siz foydadamisiz, zarardamisiz shuni ko'rishimiz mumkin. Ikkinchisi bo'lsa pips va punktlar ko'rinishida bilishimiz mumkin foyda yoki zarardaligimizni. Uchinchisi hisob raqamidagi balansga nisbatan kelgan foizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. To'rtinchisi bo'lsa risk reward, ya'ni biz qo'yayotgan riskka nisbatan qancha daromad, foyda olyapmiz. Boshlang'ich birinchisi va ikkinchisi ularda risk hisoblanmaydi. Keyingi 3 va 4-sida ularda risk hisoblanadi. Endi biz sizlar bilan vizualni bitta misol ko'rib chiqamiz. A va B trader mavjud. Ular qaysi biri professional trader, qaysi biri novichok traderligini bilishimiz mumkin. Daromadga keladigan toza foydani, ya'ni sof foydani bilishimiz mumkin bo'lgan formula mavjud. Ya'ni daromadga nisbatan, daromad topganimizga nisbatan balansimizni bo'lamiz va 100 ga ko'paytirsak, biz foydamizni foizda chiqarib olishimiz mumkin. Endi o'zimizning misolga qaytamiz. Aytaylik, A trader bitta bitim ochib, savdo bitimini ochib $10,000 foyda qildi va B trader ham savdo bitimini ochib $10,000 daromad qildi. A traderda depozitida balansida $50,000 mavjud edi, B traderda balansida $1 million mavjud edi. Bulardan qaysi biri yaxshi va zo'r trader? Sizlarga savol. Endi ko'ramiz. Trader A foyda qildi, ya'ni balansiga nisbatan 20% foyda qildi. Trader B esa balansiga nisbatan 1% foyda qildi. Nega? Chunki A trader balansi ko'rib turganimizdek ataga $50,000, B trader balansi $1 million. Va ikkalasini foyda nisbatini qaranglar. Qancha farq qilishadi? Juda katta farq qiladi. Endi pips va foizlarni hisoblashchi yana bitta zo'r chiroyli misoli bor. Buni ham ko'rib chiqamiz. Aytaylik, ikkala traderda ham $10,000 dan balanslarida mavjud. Har bir bitim uchun ikkalasi $100 otishligi mumkin va $100 otishadi. Ya'ni balansiga nisbatan 1%. Birinchi rasmda 20 pips stop qo'yilyapti va 100 pips daromad mo'ljal qilinyapti. Ya'ni 1 ga 5. 20 pipsga nisbatan 100 pips bu 1 ga 5 hisoblanadi. RR 1 ga 5 hisoblanadi. Ikkinchi rasmda bo'lsa 300 pips daromad, 150 pips stop loss, ya'ni stop lossga nisbatan 2 barobar katta, bu RR 1 ga 2 hisoblanadi. Trader A ikkita savdo bitimini ochdi. Birinchi savdo bitimi foydada, ikkinchi savdo bitimi zararda bo'ldi. Birinchi savdo bitimi daromad bo'lgani, ya'ni birinchi rasmdagidek ishladi. 20 pips stop loss qo'yib 100 pips daromad oldi va ikkinchi bitimida zarar qildi. Unda ikkinchi rasmdagidek ishladi. 150 pips stop qo'yib 300 pips olaman deb zarar qilib qo'ydi. Ya'ni umumiy hisoblaydigan bo'lsak, birinchi 100 pips daromad qildi va 150 pips minus qildi. Va u hozirda minus 50 pips zararda trader A.
Endi uni daromadini hisoblaydigan bo'lsak, foizda o'zi ular har bitta treyder $100 risk qilishga tayyor, ya'ni depozitiga nisbatan 1%. Birinchi zelkadan $100 risk qilib 1/5 error ishladi va $500 daromad qildi va ikkinchi savdosida $100 minus qilib qo'ydi. Va $400 sof foyda va depozitiga nisbatan 4% foyda olib keldi. Trader A. Trader B ni ko'rib chiqamiz. Trader B birinchi savdosi daromad qildi, ikkinchi savdosida zarar qildi. Birinchi savdosida birinchi rasmdagidek ishladi, minus qilib qo'ydi, ya'ni 20 pips minus qilib qo'ydi. Ikkinchi bitimida ikkinchi rasmdagidek ishladi va 300 pips daromad qildi. Birinchi savdosida judayam birinchi savdosida 20 pips zarar qildi va ikkinchi savdosida 300 pips daromad qildi. Ya'ni trader B umumiy hisobda 280 pips foydada. Endi yana bitta savol. Qani o'ylab ko'ringlar, qaysi biri yaxshi va zo'r trader? Endi trader B ni foizini ko'p chiqadigan bo'lsak, birinchisida $100 minus qildi va ikkinchisida $200 foyda qildi. Va umumiy hisobda $100 foyda, bu degani depozitiga nisbatan 1% daromad olib keldi. Endi qaranglar. Trader A 50 pips minus qilib turib, lekin $400 daromad qildi. Depozitiga nisbatan 4% qo'shdi. Trader B esa 280 pips foyda qilib, lekin atigi $100 depozitiga foyda qo'shdi. Depozitiga nisbatan 1% qo'shdi Trader B. Trader A esa 4% qo'shdi. Ko'ryapsizlarmi? O'sha pips punkt bu asosiy rol o'ynamasligi mana chiqib kelyapti. Qanchalik ularning riski to'g'ri ishlatilganiga bog'liq hammasi. Umumiy takrorlaymiz. Foyda va zararni ko'rishimiz mumkin pul ko'rinishida, pips va punktlar ko'rinishida, hisob raqamdagi balansga nisbatan kelgan foizni ko'rishimiz mumkin va error risk reward orqali ko'rishimiz mumkin. Va bizani kichkinagina formulamiz mavjud. Foydani foizda bilishimiz uchun. Error risk reward hisoblanadi, ya'ni riskka nisbatan bo'ladigan daromad foydani olishimiz mumkin. U riskka qo'yadigan u punkt, pips, qanchadir summa bo'lishi mumkin, foiz bo'lishi mumkin, u o'zimizga bog'liq. Birinchi rasmda error 1/5, ya'ni 20 pips riskka qo'yilyapti va 1/5 ishlanyapti, ya'ni 20 pipsga nisbatan 5 barobar katta 100 pips. Ikkinchi rasmda 50 pips riskka qo'yilyapti, error 1/2, ya'ni 50 pipsga nisbatan 2 barobar katta 100 pips. Ikkalasi ham maqsad 100 pips, lekin riski kichkina va error shu sababli katta bo'lyapti. Trader A 100 pips daromad qildi, trader B ham 100 pips daromad qildi. Trader A 10% depozitiga qo'shdi, trader B ham 10% depozitiga, ya'ni balansiga foyda qo'shdi. Trader A error 1/5 ishladi, trader B error 1/2 ishladi. Trader A 2% risk qildi, trader B 5% risk qildi. Davom etamiz. Ko'rganimizdek, trader A atigi 2% risk qilib 10% daromad olyapti balansiga, trader B esa 5% risk qilib 10% daromad olyapti. Ikkalasini ham maqsadi bir xil, ikkalasi ham 100 pipsdan, ikkalasi ham 10% dan daromad qo'shyapti, lekin ularni risk соотношенияsi, ya'ni risk rewardi farq qiladi. Agar ikkala holatda ham bozor ularga qarshi yurib ketsa, birinchi trader A atigi 2% yo'qotadi, trader B esa 5% yo'qotadi. Agar darsga tushunmagan bo'lsanglar, yana qayta ko'rishinglarni maslahat beraman. Undan tashqari hafta oxirida biz live'da yana batafsil